Tramp urush necha hafta ichida tugashini aytdi. Eron ancha uzoq davom etadigan jangga tayyor, dedi tashqi ishlar vaziri seshanba kuni bergan intervyusida. Biz o'zimizni himoya qilish uchun hech qanday muddat belgilamaymiz. Biz mamlakatimizni va xalqimizni zarur bo'lgani darajada va har qanday vosita bilan himoya qilamiz, dedi Abbos Araqchi Al Jazeera nashriga. Dushmanlarimiz o'zlari uchun qanday muddatlarni belgilashlari muhim emas, biroq bizning tavsiyamiz shuki, ular bu urushni keyingi zararga duch kelmasdan oldin to'liq va doimiy ravishda tugatishlari kerak, dedi u va urushning tugashi butun mintaqada tinchlikni o'z ichiga olishi kerakligini ta'kidladi. Araqchining so'zlariga ko'ra, Trampning AQSh Eronda yangi va yanada oqilona rejim bilan jiddiy muzokaralar olib borayotgani haqidagi da'volarga qaramay, Tehron Washington bilan to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar olib bormayapti. Muzokaralar ikki mamlakat kelishuviga erishish uchun muzokaralar olib borishidir va bunday narsa biz va Qo'shma Shtatlar o'rtasida mavjud emas, dedi Araqchi. Biroq Araqchi AQShning Yaqin Sharqdagi elchisi Steve Witkoffdan xabarlar olganini va AQSh va Eron vositachilar orqali bilvosita aloqa kirishganini aytdi. AQSh davlat kotibi Marco Rubio seshanba kuni kechki payt Fox News telekanaliga Eron bilan xabarlar almashinayotganini va biron bir vaqtda to'g'ridan-to'g'ri uchrashuv o'tkazish imkoniyati borligini aytdi. Araqchining aytishicha, Eron AQShning 15 banddan iborat taklifiga javob bermagani. Bu Trampning yakshanba kuni Tehron AQSh urushni tugatish uchun yetkazgan talablar ro'yxatining ko'p qismiga rozi bo'lganligi haqidagi da'volarga zid keladi. Eron vakili dushanba kuni talablarni asosan haddan tashqari, real emas va asossiz deb tanqid qildi. AQSh prezidenti o'z yondashuvini tubdan o'zgartirishi kerak, dedi Araqchi Al Jazeera telekanaliga. Eron xalqi bilan tahdidlar va muddatlar tilida gaplashib bo'lmaydi.